qilib ajrashib o'tiribsan. Oyi, Ha? 3 yil yashadim. Ko'rdingiz, farzandli bo'la olmadik. Yana nima qilishim kerak edi? O'sha yigit uylanibdi. 3 ta farzandli bo'pti, qizim. Koshkida o'sha farzandlar seniki bo'lsaydi, bolam, seni etagingdan tushsaydi. Bo'lsa bo'laversin. Menga nima? Balki mendadir oyib, men kasaldurman. Sen kasalmassan, sen qaysarsan. Menga unaqa pul topmaydigan, ertalabdan kechgacha ichib o'tiradigan odam kerak emas. Qizim, sabr qilsayding, o'sha farzandlar seni etagingda o'tirardi. Qaysarsan, bolam, qaysarsan, sabrni bilmaysan. Bechora yigitni kasalvand dedingda, yomon otliqqa chiqib ajrashding. Bitirding hamma ishni. Oyi, iltimos sizdan bo'ldi. O'tadigan narsa o'tib ketdi. U odam bilan yasha olmasdim baribir. Men ham baxtli